Hurmatli do'stlar, mana xabaringlar bor. Yurtimizda Milliy qadriyatlar oyi e'lon qilingan. Albatta. Shu munosabat bilan biz mana Qorasuvda bizni qadrdon ukamiz 5-usta milliy eski hunarmandchilik bilan shug'ullanadilar. Hozir bularning xonadonida ishlar bilan tanishyapmiz. Muhiddinjon, Nabiy aka. salomat bo'ling ustozoda. Siz ham yaxshi 5-ga shogird tushgan ekan, shu to'g'rimi? Albatta. Ustoz bilan gaplashsam sizdan juda xafa bo'ldi. Nimaga xafa bo'ladi? Muhiddin menga shogird tushganiga 2 yildan o'tdi. 5 kirish yo'lida tursa, hali ham suv aylanib chiqqan yo'q deyapti. Mahamasdi aka. Labba ustozoda. Mabodo 5 kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, Ha, mana Qorasuv nomi chiqqan 5 usta salog'idim bor. albatta. Kelib 5 salog'ini oling. Hop, Tuvedi Murodjondan oling. hop. Sumayga Doniyorni ishlatib qo'yasiz. Bor bo'linglar usta. Umringlar uzoq bo'lsin. Rahmat. Shu desalar, oramizdagi mana Doniyorbek ham yoshligida ja yig'raqi bola bo'lgan ekanda. Shunaqami? Beshikka berib, qadri bir itarib qo'ysa, peshingacha yig'lamay yotaverardi ekan. Salomat bo'ling usta. Labba. Murodjon ham ancha yuvosh bola bo'lgan ekan. Shunaqami? Beshikka balab qo'lini chiqarib qo'ysa, barmog'ini so'rib yotavergan ekan. Endi Mahamasdi aka. Labba. Xonadonda 5 bo'sh turib bo'lmaydi. Albatta. Mabodo 5 oladigan bo'lsangiz bir kun chaqiring. Aha. Vaqtim bo'lganda borib bola solib qo'yib kelaman. Muhiddinjon, Salohiddin usta qilgan 5larni siz bozorda sotasiz ekan, to'g'rimi? Shunaqa. Sizdan 5ga har doimlar sizlar rosa xursand bo'lishdi. Nimaga? Muhiddinjon yaxshi 5 sotyapti, og'zi qattiq emas ekan. Ha. Ozgina pulga so'rasa ham berib qo'yyapti deydi. Hurmatli do'stlar, chin dildan biz guruhimiz nomidan bu xonadonga, Salohiddin ishlariga omad tilaymiz. Danajoningiz sog' bo'lsin, xalq xizmatda charchamang, xonadoningizda doim yaxshi to'ylar bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat.